okuşular. Sizin kurmayanga da yartı yıl ötüp gittiğinde bugün bala kurmayış, şunday kübitirip kümüller canlıp gitti. Her birinizin şahlısı gelip gitti. Ölekin zamana dilebi biz sizin bileninde birbirimizge onu ara saklarga teşimiz. Hürmetli diyeniler, hem kaleğiler. Zamana dilebi şunday. Biz her bir balanın selatin, tumuştan bulgan selatin anı üstürge diyişimiz. Elbette biz megariyef hizmetkarları, balalar, her bir balanın selatin kürep alıp üstürüğünde eşliyiz. Bu şu vakitte diyenilerinin de zor tırışlığı bulup durur. Eğer de indi insanlardan üst alıp gitsek, bizim bu yıl munisipalitatta 1684 okuşa katlaşkan. Bu 22 fen olimpiyadasında. Uzdan yıl bu sanlar 1449 bulgan. Respublikanın fen olimpiyadalarında biz 19 fenden katlaşıp sizin bilen 95 prizli uğrun alıp baytkanbız. Eğer de tarifba küs salsak, 5 yıl elek biz 41 fenden jingüşe hem prizyor bilen başlanan bulganbız. Elbette bu 93 jingü ol uktuşunun, diyeninin, megariyef hizmetkarlarının, İngil nabışının, leysen fantının büyük zor tırışlığı bulup durar. Bu 93 fennin en zor ilişi selatli balalar için humanitar gimnaziya internatga turkiler. Eğer de biz alsak, gimnaziya açılganda 11. yılda biz Tatar tilinden bir olimpiyada prizyoru bilen başlagan edik. Mevcut bugün neydi ürler 96 urunun 56 sıralarının uzgan yılı 54'ydi. Yıldan yıl bizim anda jimuşiler son arttı bara. Çünkü administrasiya tarafından şunday talep koyuyorlar. Prizyor urunlarını kimirep, kübrek jimuşi bulurlar. Elbette biz Oktanış unikal rayon. Biz Tatar rayonu. Biz Respublikada Tatarlığımızını bilmeyiz. Bizning barliq klaslarda jinguvchi ham prizyorlar Tatar tili edebiyatidan Oktanishga qo'ydilar. Bu yil ular bizning 22. Qachondir men aytganim bir o'rindan boshlagan edik. Albatta bizning hali parasi yo'llarimiz erkin, sof, zo'r yo'lisi bo'lsin edi. Şulay yo'q avul maktablarining olgan o'rinlarini da siyinib qo'ya olmaymiz. Mesela EDES mektebi bilen bu yıl ilk uğrunu bilen, Maris Sukzu mektebi regionlara hem regional etapta 4 uğrunu bilen, Kuşi 6 uğrunu bilen, elbette avul mekteplerinde mümkünlükler ikinci, lakin onlar üzerinin alıp baralar. Eli bu bir orta mekteplerde de örnek olurluk mektepler. Hem indi benim birinci hem ikinci mektepke de tutup gidesim kile, olarga indi biz yangadan yanga, urler yollarga tilibіз. İkinci mektepte 13, birinci mektepte 12 urun. Okuşular, bu bit sizin profil predmetlarınızda bulmazsa mümkün. Lakin respublikaga barıp, özümüzün rayonumuzun doğanın yoklap, urunlar alıp baytkanınız için sizge büyük rahmetimni bildiren. Aldağı günlerde sizin bu algan bilimleriniz, aldağı hünerlerinizge zor itergişler bolsun edi. Elbette indi İngil napışsız koya işleseniz de özümüzün rayonunun kürkem şahsları buluruz dedi. Lakin men İngil napıştan ayırmalı bularak sizni baribir özümüzün rayonga koyup, özümüzün rayonunu algarak jiberge tağında kütüp kalamın. Olimpiya yol Xalqaro fen olimpiyadalarında prizyor hem jinguvchilarni, ularning o'qituvchilarini biriga chaqiramiz. Endi bugungi vaziyat bizni qo'l qisuvchilardan ayirib turish uchun yilmayirga bir-birimizga motor hislar yetkirgan birovda tegmay shoybash boshlaymiz. Selatli bolalar için Humanitar Gimnaziya internatining 8-sinf o'quvchisi Agumov Almaz matematika ham kimyo fanlari bo'yicha Olimpiya yo'l Respublika Olimpiyasida prizyor. O'qituvchisi Hajiyeva Ramila Adib qizi ham G'aribova Ruzila Ildar qizi. Sahnaga Agumov Almazning o'zini ham o'qituvchisi Ramila Adibovni chaqirib rahmat etamiz. Selatli bolalar için Humanitar Gimnaziya internatining 9-sinf o'quvchisi G'azibdinov Fayz matematika fani
bo'yicha Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyor. O'qituvchisi Fardiyeva Regina Ravil qizi. Valentina Boygiz bilan Regina Ravilni sahnaga chaqiramiz. Ayrim fanlarni grantini o'zlashtiruvli ikkinchi Oqtanish o'rtoq milliy bilim bero maktabining 7-sinf o'quvchisi Salimov Anvar, Akmalov Amir matematika fani bo'yicha Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyorlar. O'qituvchilari Bakirov Ulzil Faridovlar. Salimov Anvar ham Akmalov Amirni ham o'quvchilari Ulzil Faridovni sahnaga chaqiramiz. Oqtanish o'rtoq milliy bilim bero maktabining 10-sinf o'quvchisi Garayeva Liliya kimyo fani bo'yicha Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyor. O'qituvchisi Valiyeva Elvira Faris qizi. Garayeva Liliya bilan Elvira Farisni chaqiramiz. Rahmingiz. Selenli balalar için Humanitar Gimnaziya internatının 7-sinf o'quvchisi Gilayev Aynur. İngiliz tili fani bo'yicha Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyor. Fizika fani bo'yicha absolyut jing'ushi. O'qituvchilari Gimranova Sonya Mudaris qizi ham Bagautin va Rimma Granit qizi. Sahnaga rahmingiz. Humanitar Gimnaziya internatının 8-sinf o'quvchisi Asadullina Alsu, ingliz tilidan Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyor. O'qituvchisi Gimranova Sonya Mudaris qizi. Asadullina Alsuni sahnaga chaqiramiz. Birinchi Oqtanish o'rtoq milliy bilim bero maktabining 10-sinf o'quvchisi Xismatullin Bulat, ingliz tilidan Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyor. O'qituvchisi Kamaltinova Roza Timiryan qizi. Ismatullin Bulat bilan Roza Timiryanovni sahnaga chaqiramiz. Birinchi Oqtanish o'rtoq milliy bilim bero maktabining 6-sinf o'quvchisi Imomov Aida, ingliz tilidan Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyor. O'qituvchisi Fahraziyeva Elina Havil qizi. Imomov Haydar bilan Elina Havilni sahnaga chaqiramiz. Humanitar Gimnaziya internatının 10-sinf o'quvchisi Xayriddin Amir, ham 8-sinf o'quvchisi Tuhbatullin Bulat, fizika fani bo'yicha Olimpiya yo'l Respublika Olimpiadasida prizyorlar. O'qituvchilari Bagautinova Rimma Granit qizi. Xayriddin Amir ham Tuhbatullin Bulatni sahnaga chaqiramiz. Elegant